3 kunda Malibu'ni pulini topib, Malibu'dan Corvette qilaman deb oqizib yuborgan o'quvchimiz. Nima bo'lgan? Nech puldan? Ha, rostdan. $111 qancha qilingan? 22 ming qilib oqizib yubordingiz. Bizlar shogirdlardan xudo xolasa. O'qadigan shogirdlar ham bor ekan-ku. Farqi yo'q, zato qildi. Zato qildi. Nima yechmadingiz? Niyatida qorasidan olmoqchi edim. Ha, emotsiya berildi, to'g'rimi? Emotsiyaga berilib, stop loss. Necha lot ochgan, so'rang. Necha lot? 40 lot ochgan. Real shu boshdan necha Oxirgi hafta bo'lgan. 111 depozit bo'lgan. eng tepadan mana, eng tepadan ko'rsating mana. Mana qarang. Mana $111 depozit mana realni. Mana. Ana uni ham ko'rsatib qo'ying. Brokeri men bilmayman buni. Bonusli shotdan qilgan ekansiz, ha? Sen bo'l bonus shotdan bo'lgan. Ha, bonusli shotdan. Stop loss qo'ymadim. Xatoan stop loss qo'ymaganim. Men stop loss qo'yildi deganman, qardosh. qo'yildi. Nima qo'yilmadi? Qo'yilmaganiga mana shunaqa narsalar bo'ladi. Mana shunaqa narsalar bo'ladi. Mana shunaqa ahmoqgarchiliklar bo'ladi. Bu odam nima qilgan? Bu ham o'qizib yuborganmi? Bir oy ichida masalan $1000 depozit bilan 9000 pribul 3000 yechib bo'lganman. Corvette nima qilamiz? Corvette. Yangi o'quvchilarga podarka qilamiz. O'qish uchun nima qilish kerak? Mana bu nomerlaringizni ilg'or qilish kerak yoki silka qoldirgansiz profilingizni. Oxirgisi. Chunki mana o'zingizlar manipulyatsiyani o'rgatyapman, his qildinglar. Nimadan pul ko'targanligim o'zimni lishni strategiyam bilasan. Shu narsa qo'shildi, mana endi natijalarni ko'rasiz. Xudo xolasa faqat inshaalloh bizlar natijalar gapiradi. Xafa bo'lmaysizlar. Va lekin atak bor-u, va mashinalarga shaharda bitta bo'lib yurasizlar deyilgan bor-u. Yaxshi o'qinglar. Sizlar uchun bu motivatsiya bo'lsin degan maqsadda qo'yildi. O'quvchilar o'qimoqchi bo'lsangiz nomerlar qoldirilgan, telefon qilinglar yoki profilingizni silka turibdi, silkaga yozinglar, o'qinglar, davaycha olib ketinglar. Natija ko'rsatib olib ketinglar. Sog' bo'linglar.